Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Dunyodagi milliarderlar safida yetakchi o'rinni egallab turgan shaxsni qanday uyda yashayotgani menimcha barchaga qiziq bo'lsa kerak. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? 100 million dollarlik uydami yoki undan ham qimmatroq hashamatli saroydami? Agar shunday o'ylayotgan bo'lsangiz yanglishasiz. Kosmik texnikalar ishlab chiqaruvchi SpaceX va Tesla kompaniyalarining asoschisi Elon Musk Texasdagi daraxtlar bilan qoplangan 50 ming dollarlik uyda istiqomat qiladi. Uning boshqa milliarderlardan ajralib turadigan jihati ham ana shunda. Video davomida ushbu uyning fotosuratlarini tomosha qilishingiz mumkin. Undan oldin esa video ostidagi like tugmachasini bosib qo'ysangiz, bu bizga kelgusi ishlarimiz uchun dalda bo'ladi. Video haqida fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Agar kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling va kelgusi videolarimizni ham kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.